Koreya mavzusi to'g'risida bir narsani aytayin mayli. Meni o'zimni gapim emas. Bu mahkama masalasida musulmon odamni axloqiga tegishli narsa shu bo'lishi kerak. O'zi ko'rmagan, o'zi eshitmagan, taxmin va gumonlarga asoslangan mavzularga musulmon odam kirmaydi, aralashmaydi. Payg'ambar alayhissalomdan hadis bor. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi degan. Kishini islomini go'zalligidan o'ziga aloqasi bo'lmagan mavzuga aralashmasligi. Ya'ni molo ya'niga aralashmaydi, maqsadsiz narsalarga. Endi mahkama masalasi, bu yerda odam o'lgan, uni sud hal qilish kerak. Shubhali narsaga aralashib qolsa, ertaga javobgarlikka tortiladi. Dunyoda ham agar qo'lga tushmasa, oxiratda ham javobgarlikka tortilib ketadi. O'shaning uchun kimdadir mavzuga aloqador, kimdir qotil bekinib turibdi, guvohlari bor, qo'lida sharoiti bor, imkoniyati bor, u qotilni topishlikda yordam bersa bo'ladi. Lekin masalan zino masalasini ham gapirilyapti bu yerda. Unga o'xshagan narsalarda to'rtta guvohi bo'lmasa, o'zi ko'rmagan bo'lsa, u narsalarni palonchini o'ynashiydi, pistonchini anaqasidaydi degan gaplar bilan ayplash ham to'g'ri emas. Ayniqsa o'tib ketgan odamlar to'g'risida. Biz musulmonlar o'zaro bir-birimiz bilan agar foydali mavzular bo'lsa, bahslar qilsak mayli bo'lar. Lekin foydasi yo'q. Ikki taraf shaxsiy adovati, shaxsiy qarashi bilan bir-biriga qarshi men yengaman seni qilib janjal qilishi to'g'ri emas. Endi man mana shunaqa masalalarga deyarli aralashmas edim. Eskitdan ham o'zi shu. Ko'p odamlarning ichida shov-shuv bo'lgan masala Sherali Jo'rayev, Alloh rahmat qilsin, masalasi. Botir Qodirov bilan Shohijohonlarning o'rtasidagi mavzu. Ikkala tarafga ham gapim o'tadi, ikkala tarafga ham nasihat qilib, maslahat qilib gaplashsam bo'ladigan bolalar. Aralashmay yurdim, keyin anaqa bor edi. Umid degan bitta bola bor edi, Muhammad Rasul nomini qo'yib olgan. To'satdan chiqib meni haqorat qilib, aralashmaysanmi? Mana shunaqa tom bilan endi olib kirmoqchi endi. O'z kirsam, ikkala tomon ikkiga bo'linib olgan. Na unisini Botir Qodirov taniydi, na bunisini Shohijohon tanimaydi. Hech kimga aloqasi yo'q. Oilasi, ularning oilasiga umuman aloqasi yo'q. Kirib olib, sen undoqsan, Botir mundoq gap yotibdi. Amina Xayriya degan profilda Rahmatulloh degan bitta benasab bola bor. Sal shu hezalayroq bola. Men bilan kirib uyam. Men Botir Qodirov aralashaman dedi. Nimaga aralashasiz desam, oiladanman deb qo'yadi. Sherali Jo'rayev oilasidanmisiz? O'g'limisiz desam, ha, o'g'liman deydi. Ana shunaqa odamlardan bo'lib qolmaslik kerak, do'stlar. Maqsad shunaqangi voqea ko'pchilikning ovoziga tushgan masalaga kirib, men ham shu yerdan bitta nasibamni olay deyish to'g'ri emas. Oxir nima bo'ldi? Muhammad Rasul qamalib ketdi. Hozir mana Amina Xayriya degan o'sha Rahmatulloh degani hali ham shunaqangi hezalak xonasi nusxaligini qilib yuribdi. Yana ora-orada bir o'sha mavzuni ko'tarib qo'yadi. Endi bu Gulira'no Qosimov masalasini ko'tarib, uni tarafini olib yuribdi. Hamma yoqqa shov-shuv bo'lganda endi kirib olib. Gulira'no Qosimov masalasi xalqni aldash ustiga qurilganini ko'rib, tekshirib, o'rganib aralashdim men. Aralashgan paytimizda ko'rdinglar, 98% odam bizga qarshi edi. Chunki hammani hissiyot bilan aldab, shundoq maydonga chiqarib qo'ygan edi. 4-5 ta jinoiy to'da bor. OPG deyiladi ularga. Uyushgan jinoiy blogerlar guruhi. Shunaqa deyman ularga. Ular kirib olib, 3tasi yoritganda, misol uchun Gulira'no Qosimovani sudini 3 ta odam yoritgan. Eng asosiysi Sirojiddin Media yoritgan. Keyin bilishimcha keyin Otabek Jo'rayev degani yoritgan. Otabek Hamidov ham bo'lgan bularning ichida, meni bilishimcha. Keyin masalaga qarasak, bular bir tomonlama yorityapti. Xalqni aldashyapti. Gulira'no Qosimova mazluma emas.
Gulra'no Qosimova zapal bo'lib, zapalni oqibatida ichki ishlarga borib, tanish-bilishni aralashtirib, anavi soliqchi mavzudan chiqib ketgandan keyin gap Furqat tumanida tarqab ketgandan keyin Gulra'no Qosimovani erini ukasi to'polon qilib tashlagan. Buni ham urgan, borib soliqchini ham urgan. Uyga kirolmay qolgan. Ana undan keyin shantajni boshlagan. Ana o'sha shantajga ishonib 98% odam, uni kuzatgan odamlar Gulra'no Qosimovani ichki ishlar urib yechintiribdi. Zino sahnasini yaratibdi. O'ta zapal bo'lmagan ekan degan mavzuni yoritishga sudga qatnashgan Siroj medialar. Sudda umuman boshqa mavzu, ya'ni ikkita xodimni tezkor tadbirdagi rasmiy narsalardagi xatolari to'g'risida sud bo'lyapti. Ular tashqariga chiqib, mana Gulra'no Qosimovani urib yechintirganlarni sud qamadi. Demak, Gulra'no Qosimova zapal bo'lmagan ekan. Mana shu fonni urg'usini beravergan. Men chiqib umumiy ma'noda gapirdim. Buni tarqatmanglar. To'g'ri ish emas. Boshida mendan ko'pchilik so'ragandan keyin, xuddi mana koreys masalasi ham shu. Tarqatmanglar. Bu ish o'zini mutaxassislari qiladigan ish. Kim shu mavzuda moddiy ma'naviy aloqador bo'lmasa chekinish kerak. Gapni ko'paytirmaslik kerak. Qo'yib berish kerak, sud hal qiladi ularni. Gulra'no Qosimova masalasida ham shunaqa dedim. Tarqatmanglar, bu fahsh, bu zino masalasi. O'zbek bular ham, o'zbek nomidan tarqayapti butun dunyoga. Dedik, birdan to'polon boshlandi-yu, 98% odamni yig'lab ishontirib qo'yishgan. Ular trolling qiladi, haqorat qiladi, so'kadi. Otabek Jo'rayev chiqib ketdi. Otabek Jo'rayev kim u hayotda, masalan, umuman qiziq yo'q odamlar. Nima deydi? Abrom Muxtoralini biz tarbiya qilganmiz deydi. Ularni ofisiga borar ekanman men. U meni montaj qilib berar ekan videolarimni. Abrom Muxtorali hech qachon montaj video chiqarmagan, hech qachon. Doim jonli efir qilgan. Doim Facebookda jonli qilganman. Shunday yoqib qo'yib jonli qilganman. Montaj qilib berganmish menga. To'polon qilaveradi. Sen telefon qilib gaplashib, nimaga bunaqa tupurib tashayapsan? Tanishsan-ku sen, men seni gapirganim yo'q-ku desam, "Yo'q" deydi. "Siz bilmaysiz" deydi. Oldingi anavi Shovotlandiya masalasida ham undoq degansiz, bundoq degansiz deydi. Va prokuratura bilan ichki ishlarni faoliyati nima farqi bor desam, mama deyordi. Hech narsani bilmaydi. Savod yo'q. Yozgan jumlasini ko'rsangiz, bu maktab bularni la'natlaganmi deysiz. Ikkita odam bilan gaplashib, buni aybini madaniy suratda xato qilyapsan desa, onasini avratini og'ziga oladi. Darrov. Hech uyalmaydi, hech. Yana qiyomatda yoqangga yopshaman deb qo'yadi. Qiyomat seni onangni mardikor xonasimi u? Xohlagan ishingni qilasan deydigan odam yo'q bularga. Qiyomatda sen og'zingga ham aylanmay o'tirasan. Qilgan yolg'onlaringga javob beradigan sandan so'ralsa nima qilasan? Bular qiyomatda gapirsa bo'laverar ekan. Biz o Xudodan qo'rqin desak, dinni niqob qilayotgan bo'lamishmiz. Ustoz, gapingizni Shu bilan bu mavzular, shu mavzularga aralashgandan keyin xalq sekin asta ko'rdi. 98% odamdan 95% biz tomonga o'tdi. Ya'ni men tomonga emas, haqiqat tomonga o'tdi. Endi mana o'sha 3-4 ta murojaatchilardan tilamchilik qilib, gadoylik qilib, yuvindi yeb yurgan 3-4 ta blogerga shunaqa alam qilyapti. Uyqusi qochdi bularni. Murojaatchi kamayib ketdi bularga. Bular endi unaqa pul oladigan katta pullarni so'rashlikka duxi yetmayapti odamlardan. Mana shu masalada xalqimizni aldab, ichki ishlarga qarshi qayrab, kunuz ishtirok etgan bu yerda Siroj media asosiy rol o'ynagan, yolg'on gapirishgan. Men bir dona savol berdim. Hammanglar ko'rdinglar, bildinglar. O'sha urib yechintirgan degan videolari bor deyapsizlar. Bormi shu? Bor bo'lsa sizlar tarafda turaman. 4 yil bermaydi. Agar urib yechintirganiga qamalgan bo'lsa ular.
u kamida 5 yil bo'lmasa 10 yil qamaladi. Men 10 yil tarafdoriman deb ichki ishlarga qarshi gapirdim. Agar shu ishni qilgan bo'lsa, aniq bo'ldiki, u ishni qilmagan bo'lib chiqdi. Ana shu masalaga aralashdim. Bu ham o'zi aslida to'g'ri. Ko'pchilik aytdi, kerak emas, domla aralashmang shunga dedi. Lekin nima qilay, menda ham podpисчик ko'p. Shu narsada ichki ishlarni jinoyatchi qilib, tizimni xalqqa nisbatan nafrat ya'ni manbasi qilib ko'rsatish xavfli edi. Men buni oldini olish maqsadida gapirdim xolos. Alhamdulillah robbil alamin, xalqimiz juda go'zal munosabatda o'zlari berib qo'yyapti. Hozir hali bu yoqqa borib jirillab, hali bu yoqqa borib jirillab, Otabek Hamidov ham qamalib ketdi. Bir kun oldin, bir kun oldin astag'firulloh, qamalganiga men xursand emasman. Onasiga ham rahmim kelyapti. Hozir bu zapisni onasiga ham jo'natib qo'yarsizlar. Onasi bilan bugun Otabek Jo'rayev bilan Jahongir To'laganov borib intervyu oldi. Onasi aytadiki, Abror Muxtor Aliga murojaatim. Bu ham shuni deyapti endi. Oldin aytmaysizmi o'g'limga, islom dini tinchlik dini demaysizmi deyapti. Onaxon, o'g'lingizga telefon qildim men. Islom dini tinchlik dini. Onang yaxshi odam bo'lsa kerak. Sen onangni avratini yozma internetga. To'g'ri gaplash. Sen bilan dedim o'g'liga shuni. Sizni o'g'lingizga. Otabek Hamidovga telefonda menda zapis turibdi. Umrimda biror marta Otabek Hamidov deb uning faoliyatini gapirdimmi? Sizni faoliyatingizni gapirdimmi dedim. Yo'q, gapirmadingiz. Nimaga meni tortyapsiz o'zingizni aurangizga? Endi savol beryapman-da deydi. Kimsiz menga savol berasiz? Savol bersangiz, mana telefon bor, mana men topsa bo'ladi, kelib gaplashsangiz bo'lmaydimi dedim. Islom dini tinchlik dini dedim. Shu ma'noda. Yo'q deydi, men deydi, mana shunaqa savol beraveraman men deydi. Onasini, qizini bemalol o'sha uyat joyini yozaveradi ular. Uyalmaydi. Endi qamalib ketdi. Bir kun oldin meni kiber xavfsizlik anaqasiga chaqirishdi. Ustingizdan ariza tushgan deb. Borsam, Otabek Hamidov ustimdan yozgan ekan. Bir kun oldin. Bir kun oldin emas. Yozgan ekan, borib endi anaqa degan, meni haqorat qilyapti, menga tahdid qilyapti, meni shaxsiy hayotimni anaqa qilyapti deb yozgan. Endi orqasidan ancha bir nechta odamni yozgan. Keyin men tushunsiz xat berdim. Yo'q, men bu odamni haqorat qilmaganman. Menga internetda murojaat qilib javob ber deganiga bitta hamta javob berganman, lekin unda tuhmat qilmaganman, haqorat qilmaganman deb tushuntirish xatini yozdim. Bechora anaqa ham jonga tegdi shu odam deydi. Super mega Max Pro terpiylar ekan o'zi ham. Jonga tegib ketdi ichki ishlarida ham yozaverar ekan. Chiqib mashinaga o'tirib jonli efir qilib keldim endi yo'l akay. Jonli efirni qo'yib yarim soat o'tgandan keyin qarasam o'zini qamab qo'yishibdi. Boshqa tomondan ham endi ishlari bo'lsa kerak. Bular mana shu narsalarga alam qilyapti-da. Mana shu ketishda Otabek ham menimcha qamalib ketadi. Mana shu ketishda Jahongir ham menimcha ketadi. Chunki bular qilar ishchi qilib bo'lgan, hamma yo'lni dabdala qilib tashashgan. Hozirgacha qilgan murojaatchilari videolarini ko'rgan bo'lsanglar kerak. Kirgan joyga katta xolangning uyimi, kallangdan miyang oqib chiqyapti, qilib odamlarni kalaka qilib kelgan mana shu Jahongir To'laganov. O'zidan ko'cha yasab olgan. Jahongir To'laganovni men qayerdadir anaqasini ko'rib qoldim. Kamida bir 6 ta yoki 7 ta jinoiy ishi bor ekan buni. Jinoiy ish bilan qamalgan. Bu odam jinoyatchi, o'rta maxsus, tugallanmagan, oliyda ham o'qimagan. G'irt ko'chani bolasi desak obro'li bo'lib qoladi. G'irt ashi bo'mishlardan sal u yoq bu yoqdagi odamlarda bular. Endi chiqib olib bizga sakrayapti. Sakramalaring. Biz sizlarni shaxsiyatingga qarshi yurmayapmiz.
ana shu yerda Abbos ham gaplashdi o'sha Otabek bilan. Kel bo'pti ko'rishamiz dedi. Lokatsiya berdi, telefon nomerini berdi. Tiqqiti yo'qolib qoldi Otabek Jo'rayev. Bular karilayveradi. Kallam kundada, ichimda kafanim bor, karilayveradi bular. Chaqparak deydimi? Gapiga to'g'ri kelmaydi. Otabekni jumla tuzishida eshitsangiz, shu odamlar qanaqa qilib xalq oldiga chiqib gapiryapti deysiz. Jumlasi o'zbekcha jumla, ma'no yo'q. Aytilishi o'zbekcha, eshitilishi o'zbekcha, ma'no yo'q. Gapida ma'no yo'q. Boshidan oxirigacha boshimni kundaga qo'yganman. Qiyomatda javob berasanlar. Endi kartani ochaman. Karta o'ynaysanlarmi? Kitobni ochganda o'qiydimi? Mana shunaqa jumlalar bu. Ma'no yo'q, mohiyat yo'q, bir-biriga bog'lanish yo'q. O'sha mavzuga aralashganimni bu o'rniga kelganda gapiryapman. Lekin Koreya masalasida nasihatim shu. Mavzuga aloqasi yo'q odamlar hech kim aralashmasin.